O'zbekistondagi eng qimmat mushuk. Bengal mushugi zamonaviy aristokratlarning ramzi bo'lib, uni elegant harakatlari, nafis terisidagi qora va oltin ranglar uyg'unligi haqiqatdan ham hashamat timsoliga aylantiradi. U har doim jozibali ko'rinish bilan atrofdagi insonlarni o'ziga rom etadi. Bu mushuklar faqatgina boy va zamonaviy insonlar dunyosiga xos. Ko'zlari yashil va oltin rangli. Go'yoki bir qarashda dunyoning barcha sirlarini o'zida jamlaganday. Aynan mana shu ko'zlari tufayli Bengal hamda uni atrofidagi muhit o'rtasidagi simbioz bu juda kuchli va sirli bog'lanish. Bu mushuklar o'zini yuqori pozitsiyada ko'radi. Agar u o'zini tahdid ostida his etsa yoki uni kamsitsa, o'z g'azabini ko'rsatadi. Bu paytda siz taxminan janob Smit va Smit xonim filmidagi g'azablangan Smit xonimni ko'rganday bo'lasiz. Xuddi u kabi xavfli va tajovuzkor. Ammo bir paytning o'zida jozibador. Ushbu jozibador hashamat timsoli bo'lgan mushukning narxi $1500 dan $3000 U O'zbekistondagi eng qimmat mushuk. Shuning uchun ham uni har qanday xarakterini ko'tarishga majbursiz. Xuddi biz kabi. Bugun syomkaga tushishga rozi bo'lmadi, biz majburlolmadik. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.